Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiluvchi, shu bilan birga ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan juda muhim mavzu raqamli konfiskatsiya haqida gaplashamiz. Bu shunchaki bir tushuncha emas, balki bugungi kunda moliyaviy barqarorligingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz va hatto jismoniy mulkingiz uchun jiddiy xavf tug'diruvchi real tahdiddir. Ishoning, bu ma'lumot sizning hozirgi va kelajakdagi xavfsizligingiz uchun nihoyatda muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu mavzuni to'liq tushunishingiz va o'zingizni himoya qilishingiz uchun har bir daqiqasi qimmatlidir. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari an'anaviy konfiskatsiya deganda odatda jismoniy mol-mulkni, naqd pulni, qimmatbaho buyumlarni yoki ko'chmas mulkni davlat tomonidan musodara qilish tushunilardi. Bu jarayon odatda uzoq davom etardi. Sud qarori talab qilinar, ko'plab qog'ozbozliklar, guvohlar ishtiroki va albatta mulkning jismoniy mavjudligi zarur edi. Masalan, agar biror shaxs noqonuniy faoliyatda ayblansa, uning uy-joyi, avtomobili yoki bankdagi naqd puli muzlatib qo'yilishi yoki olib qo'yilishi mumkin edi. Bu jarayon ko'pincha ochiq, kuzatuvchi va uzoq byurokratik yo'l orqali amalga oshirilardi. Sizning mulkingizni olib qo'yish uchun tergovchilar, sud ijrochilari sizning eshigingizga kelishi, o'z vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatishi va amaldagi qonunchilikka rioya qilishi shart edi. Bu tizim o'zining kamchiliklariga ega bo'lsa-da, har holda fuqarolar o'z mulkini himoya qilishga imkon beradigan ma'lum bir protsedura mavjud edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Raqamli asrga qadam qo'yganimizdan so'ng, bizning mol-mulkimizning katta qismi virtual makonga ko'chdi. Endi nafaqat jismoniy aktivlar, balki raqamli aktivlarimiz ham, kriptovalyuta, onlayn bank hisoblari, domen nomlari, ijtimoiy tarmoq hisoblari, bulutdagi ma'lumotlar, raqamli mulk huquqlari va hatto bizning shaxsiy yozishmalarimiz, internetdagi izimiz qonuniy yoki noqonuniy yo'l bilan musodara qilinishi mumkin. Bu jarayon ancha tez, kamroq shaffof va global miqyosda sodir bo'lishi mumkin. Raqamli konfiskatsiya deganda nafaqat raqamli aktivlarning o'zini tortib olish, balki raqamli dalillar asosida jismoniy mulkni musodara qilish ham tushuniladi. Masalan, sizning elektron pochtangizdagi xabar, messenjerdagi yozishma, internetdagi tranzaksiya tarixi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi izohlaringiz moliyaviy muammolarga sabab bo'lishi, hatto sizning oddiy bank hisobingizni yoki kvartirangizni xatarga qo'yishi mumkin. Axir endi hamma narsa raqamli tarzda qayd etiladi va har qanday harakatimiz internetda iz qoldiradi. Bu esa huquq-tartibot organlari yoki nazorat qiluvchi tashkilotlar uchun sizning mol-mulkingizni muzlatish yoki hatto musodara qilish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ba'zida buning uchun hatto sizning xabaringiz ham bo'lmasligi mumkin. O'zgarish shu qadar tez va keng qamrovliki, ko'pchilik hatto xavfning qanchalik jiddiy ekanligini ham to'liq anglamaydi. Birinchi asosiy qism. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olish kerak va kimga unchalik emas? Xo'sh, bu holatda nimani bilishimiz kerak? Eng avvalo, bugungi kunda raqamli aktivlar ko'plab mamlakatlarning qonunchiligida mulk sifatida tan olingan. Bu shuni anglatadiki, ular jismoniy mol-mulk kabi qonuniy himoya qilinishi yoki aksincha qonuniy ravishda olib qo'yilishi mumkin. Raqamli konfiskatsiya nafaqat bank hisobidagi pulni muzlatish, balki kriptovalyuta hamyonlarini bloklash, veb-saytlar va domen nomlarini tortib olish, bulutdagi ma'lumotlarni o'chirish yoki raqamli dalillarni sizga qarshi ishlatish kabi keng qamrovli harakatlarni o'z ichiga oladi. Kim xavotir olish kerak? Juda oddiy, raqamli makonda faol bo'lgan har bir kishi. Bu asosan quyidagi toifadagi odamlarni qamrab oladi. 1.
Kriptovalyuta investorlari va treyderlari. Agar siz Bitcoin, Ethereum yoki boshqa altcoinlarga sarmoya kiritgan bo'lsangiz, demak siz eng yuqori xavf guruhidasiz. Kriptovalyuta tranzaksiyalari to'liq anonim emas. Aksariyat hollarda ularning izini topish mumkin. Agar sizning kripto faoliyatingiz noqonuniy manbalar bilan bog'liq bo'lsa, masalan, kiberhujumlar, narkotik savdosi, pul yuvish, noqonuniy qimor o'yinlari yoki shunchaki sizning daromadingiz deklaratsiya qilinmagan bo'lsa, huquq-tartibot organlari sizning kripto hamyoningizni muzlatib qo'yishlari va mablag'larni musodara qilishlari mumkin. Masalan, tasavvur qiling, bir fuqaro X bir kriptovalyuta birjasi orqali 10,000 USDT, taxminan 120 million so'm miqdoridagi mablag'ni qabul qiladi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, u boshqa foydalanuvchiga bu pulni yuboradi. Agar bu mablag'ning kelib chiqishi noqonuniy deb topilsa, masalan, firibgarlik yo'li bilan olingan bo'lsa, huquq-tartibot organlari kripto birjasi bilan hamkorlik qilib, fuqaro X'ning hamyonini muzlatib qo'yishlari mumkin. Keyin sud qarori asosida bu 10,000 USDT musodara qilinadi va jabrlanuvchiga qaytariladi yoki davlat mulkiga o'tkaziladi. Bu jarayon, hatto siz kriptovalyutani qonuniy yo'l bilan sotib olgan bo'lsangiz ham, agar sizning hamyoningizga noqonuniy pul oqimi bog'langan bo'lsa, yuzaga kelishi mumkin. 2. Onlayn tadbirkorlar va blogerlar. Agar sizning biznesingiz internetda joylashgan bo'lsa, siz veb-sayt, domen nomlari, ijtimoiy tarmoqdagi katta sahifalar, masalan Instagram, Telegram kanallarida bichizamatdan ortiq obunachiga ega kanallar egalari bo'lsangiz, raqamli konfiskatsiya xavfi siz uchun ham dolzarb. Kontentning mualliflik huquqini buzish, noqonuniy reklama, yolg'on ma'lumot tarqatish yoki soliq to'lashdan bo'yin tovlash kabi sabablar domen nomini, veb-saytni yoki ijtimoiy tarmoq sahifasini bloklashga olib kelishi mumkin. Bu esa biznesingizni bir zumda yo'q qilishi mumkin. Masalan, bir onlayn do'kon X mashhur brendning soxta mahsulotlarini sotayotgani aniqlandi. Mualliflik huquqi egalari yoki regulyatorlar tegishli organga shikoyat qildi. Natijada do'konning www.soxtamahsulotlar.com domen nomi sud qarori bilan tortib olindi. Barcha trafik yo'naltirildi. Do'konning virtual eshiklari yopildi va biznes bir kunda barbod bo'ldi. Bu biznes egasiga millionlab so'm zarar keltirdi. Chunki uning barcha mijozlari bazasi, reklama kanallari va brendi yo'qqa chiqdi. 3. Bulut xizmatlarida katta ma'lumot saqlovchilar. Agar siz shaxsiy yoki ishga oid muhim ma'lumotlarni Google Drive, Dropbox, iCloud kabi bulut xizmatlarida saqlasangiz, bu ma'lumotlarning xavfsizligini ham o'ylab ko'rishingiz kerak. Agar sizning hisobingiz kiberjinoyatchilikda, masalan, ma'lumot o'g'irlashda, noqonuniy kontent tarqatishda yoki pul yuvishda foydalanilgan deb gumon qilinsa, prokuratura yoki huquq-tartibot organlari provayderga murojaat qilib, sizning barcha ma'lumotlaringizni tortib olishlari mumkin. Masalan, bir kichik biznes egasi Z o'zining barcha mijozlar ro'yxatini, moliyaviy hisobotlarini va biznes sirlarini bulutli xizmatda saqlaydi. Tadbirkor Zning raqobatdoshlari uning serverlariga hujum qilib, ma'lumotlarni o'g'irlashda ayblab shikoyat qilishdi. Tergov jarayonida tadbirkor Zning o'zi noqonuniy dasturlardan foydalanganligi aniqlanib, uning bulutdagi barcha ma'lumotlari huquq-tartibot organlari tomonidan tortib olindi. Bu holat uning biznesiga katta zarba berdi. Chunki mijozlar bazasi va operatsion ma'lumotlariga kirish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. 4. Chegara oshiri operatsiyalar bilan shug'ullanuvchilar. Agar siz xalqaro pul o'tkazmalari, xorijiy banklarda hisobvaraqlar yoki transchegaraviy savdo bilan shug'ullansangiz, turli mamlakatlarning qonunlariga rioya qilishga majbursiz. Agar sizning transaksiyalaringiz xalqaro sanksiyalar ro'yxatiga kirgan shaxslar yoki tashkilotlar bilan bog'lansa,
Hatto bilvosita bo'lsa ham, sizning xorijiy hisoblaringiz muzlatilishi yoki pullaringiz musodara qilinishi mumkin. Kim unchalik xavotir olmasligi kerak, lekin baribir ogoh bo'lishi lozim. Umuman olganda, oddiy internet foydalanuvchilari, minimal raqamli izga ega bo'lgan shaxslar katta raqamli konfiskatsiya xavfi ostida emas. Agar siz faqat ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringiz bilan muloqot qilsangiz, onlayn xaridlar qilsangiz va bank ilovalaridan oddiy to'lovlar uchun foydalansangiz, katta ehtimol bilan sizning mol-mulkingizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solmaydi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, hozirgi kunda har bir kishi raqamli dunyoda qandaydir iz qoldiradi. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi har bir kishi uchun dolzarb. Hattoki oddiy foydalanuvchilar ham shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishi yoki firibgarlik qurboni bo'lishi mumkin. Masalan, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz to'plangan va noqonuniy maqsadlarda foydalanilgan bo'lishi mumkin. Yoki sizning bank kartangiz ma'lumotlari siz bilmagan holda ishlatilishi mumkin. Shuning uchun har kim raqamli xavfsizlik choralarini ko'rishi shart. Ikkinchi asosiy qism: qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Raqamli konfiskatsiyaning murakkabligi aynan uning noaniq jihatlarida va qoidalar istisnolarida yotadi. Bu jarayon har doim ham oddiy yoki shaffof bo'lavermaydi. 1. Yurisdiksion murakkabliklar. Sizning raqamli aktivlaringiz joylashgan serverlar qaysi mamlakatda ekanligi va sizning operatsiyalaringiz qaysi davlat qonunlariga bo'ysunishi juda muhim. Agar sizning kripto hamyoningiz boshqa mamlakatda ro'yxatdan o'tgan birjada bo'lsa, O'zbekiston qonunlari darhol amal qilmasligi mumkin. Huquq-tartibot organlari xalqaro hamkorlik mexanizmlari orqali murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Bu esa jarayonni uzaytiradi va murakkablashtiradi. Biroq xalqaro hamkorlik doimiy ravishda kuchayib bormoqda. Shuning uchun o'z serverini chet elda saqlasam, xavfsiz bo'laman degan fikr doimo ham to'g'ri emas. Masalan, agar siz VPN orqali qayerdadir qonunni buzgan bo'lsangiz, ko'plab VPN provayderlari ham qonuniy so'rovlarga javob berib, sizning ma'lumotlaringizni oshkor qilishi mumkin. 2. Dalillar standartlari. Raqamli dalillar nimani anglatadi va qanday dalillar konfiskatsiya uchun yetarli bo'ladi? Oddiy messengerdagi yozishma, telefoningizdagi rasm yoki bank ilovasida qilingan bitta tranzaksiya ham sud uchun dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Metadata, ya'ni sizning harakatingiz haqidagi ma'lumot. Kimga qo'ng'iroq qildingiz, qayerda bo'ldingiz, qachon internetga kirdingiz. Ko'pincha sizning kontentingizdan ko'ra ko'proq ma'lumot beradi. Ba'zan shunchaki noqonuniy guruhga a'zo bo'lish yoki noqonuniy kontentga like bosish ham dalil sifatida qabul qilinishi mumkin. Masalan, bir fuqaro Telegramdagi guruhda terroristik tashkilotni targ'ib qiluvchi materiallarni ko'rgan va like bosgan. Garchi u materiallarni o'zi tarqatmagan bo'lsa ham, bu harakat uning ekstremistik guruhga aloqadorligi uchun dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Bu esa uning bank hisoblarining muzlatilishiga olib kelishi mumkin. 3. Mulkni qaytarib olish. Musodara qilingan raqamli aktivlarni qaytarib olish har doim ham mumkin emas. Agar pul noqonuniy operatsiyalar uchun ishlatilib, bir nechta hamyonlar orqali yuborilgan bo'lsa, uni kuzatish va qaytarish deyarli imkonsiz bo'lishi mumkin. Kriptovalyuta birjalarida muzlatilgan mablag'larni qaytarish sud qarori asosida biroz osonroq. Lekin bulutdagi ma'lumotlar o'chirib tashlansa, ularni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Bu degani raqamli mulkni yo'qotish, ko'pincha uni butunlay yo'qotishga tengdir. 4. Begunoh o'tkinchi muammosi. Ba'zida sizning aktivlaringiz boshqa bir shaxsning noqonuniy faoliyati bilan bog'lanishi mumkin. Siz kimdandir qarz oldingiz, bilmadingizki u pul firibgarlik yo'li bilan olingan.
Bu pul sizning hisobingizga kelib tushishi bilan sizning hisobingiz ham gumon ostiga tushadi va muzlatilishi mumkin. Bu yerda sizning begunohligingizni isbotlashga to'g'ri keladi. Bu esa juda uzoq va qiyin jarayon bo'lishi mumkin. Masalan, bir talaba X onlayn ish topadi va ish beruvchi unga ish haqqi sifatida 2 million so'mni mobil ilova orqali yuboradi. Bir necha kundan so'ng talabaning bank hisobi muzlatiladi. Ma'lum bo'lishicha, ish beruvchi aslida firibgar bo'lib, pulni boshqa bir jabrlanuvchidan o'g'irlagan. Talaba X bu haqda bilmagan bo'lsa ham, u pul yuvish sxemasining bir qismi bo'lib qoladi va uning hisobini ochish uchun katta yuridik kurash olib borish kerak. 5. Yolg'on signal va xatolar. Ba'zida tizimlarning xatosi yoki noto'g'ri identifikatsiya tufayli begunoh shaxslarning hisoblari ham muzlatilishi mumkin. Phishing hujumlari natijasida shaxsiy ma'lumotlaringiz o'g'irlanib, jinoyatchilar tomonidan foydalanilsa, sizning nomingizdan noqonuniy operatsiyalar amalga oshirilishi mumkin. Bu esa sizni aybdor holga tushirishi mumkin. Sili, platforma siyosatlari va milliy qonunchilik. Ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va boshqa onlayn platformalar o'zlarining foydalanish shartlariga ega. Agar siz bu shartlarni buzgan bo'lsangiz, platforma sizning kontentingizni o'chirish yoki hisobingizni bloklash huquqiga ega. Biroq bu harakatlar davlat organlarining sizga qarshi qonuniy choralar ko'rishiga to'sqinlik qilmaydi. Ular platformadan sizning ma'lumotlaringizni talab qilib olishlari va uni sudda dalil sifatida ishlatishlari mumkin. 7. Anonimlik illyuziyasi. Kriptovalyutalar to'liq anonim emas. Blockchain texnologiyasi shaffof bo'lib, barcha tranzaksiyalar qayd etiladi va kuzatilishi mumkin. Maxsus vositalar yordamida hatto anonim hamyonlar ortidagi shaxslarni aniqlash mumkin. Bu esa mening kriptomni hech kim topa olmaydi degan tushuncha xato ekanligini anglatadi. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. O'zingizni raqamli konfiskatsiyadan qanday himoya qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlar. Bu qadamlar nafaqat sizning raqamli aktivlaringizni himoya qilishga, balki umumiy onlayn xavfsizligingizni oshirishga ham yordam beradi. 1. Hisoblaringizni mustahkam himoyalang. Kiritish uchun murakkab parollardan foydalaning. Hech qachon bir xil parolni bir nechta hisob uchun ishlatmang. Parolingiz kamida 12 ta belgidan iborat bo'lsin. Raqamlar, katta va kichik harflar hamda maxsus belgilar aralashmasidan foydalaning. Parol menejerlaridan foydalanishni o'rganing. 2 faktorli autentifikatsiyani yoqing. 2FA. Bu har bir muhim onlayn xizmat, band ilovalari, elektron pochta, ijtimoiy tarmoqlar, kripto birjalar uchun majburiy bo'lishi kerak. Bu hatto parolingiz o'g'irlansa ham hisobingizga kirishni ancha qiyinlashtiradi. Google Authenticator, OT kabi ilovalardan foydalaning. SMS orqali 2FA dan iloji boricha kamroq foydalaning. Chunki SMS ham ba'zida zaif bo'lishi mumkin. 2. Onlayn faoliyatingizda ehtiyot bo'ling. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Telefon raqami, pasport ma'lumotlari, bank karta raqamlari kabi ma'lumotlarni hech kimga bermang, ayniqsa internetda. Shubhali havolalarni bosmang va noma'lum saytlarga ma'lumot kiritmang. Shubhali guruhlar va kanallarda ishtirok etmang. Ekstremistik, terroristik, noqonuniy kontent tarqatuvchi yoki firibgarlik bilan bog'liq guruhlardan uzoq turing. Ularda oddiy ishtirok etish ham sizni gumon ostiga qo'yishi mumkin. Faqat ishonchli manbalardan dasturiy ta'minotni yuklab oling. Qaroqchilar dasturlari yoki litsenziyalanmagan ilovalardan foydalanmang. Ular ko'pincha zararli kodlarni o'z ichiga oladi. 3. Xizmat ko'rsatish shartlari va qoidalarini tushunib oling.
Har bir onlayn platforma, kriptovalyuta birjasi, bank ilovasi o'zining foydalanish shartlariga ega. Ularni diqqat bilan o'qib chiqing. Bu shartlar sizning huquqlaringiz va majburiyatlaringizni belgilaydi. Ko'pincha biz sizning ma'lumotlaringizni huquq-tartibot organlariga taqdim etishimiz mumkin degan bandlar mavjud. 4. Hujjatlar va ma'lumotlar zaxirasini yarating. Barcha muhim tranzaksiyalar, kommunikatsiyalar, shartnomalar, litsenziyalar va moliyaviy hisobotlarning elektron va qog'oz nusxalarini saqlang. Bu sizning haq ekanligingizni isbotlashda yordam beradi. Muhim ma'lumotlarning shifrlangan zaxira nusxalarini yarating. Bulut xizmatlariga to'liq ishonmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizning bir nusxasini shifrlangan holda tashqi qurilmada USB disk, tashqi qattiq disk saqlang va uni internetga ulanmagan holda tuting. 5. Huquqiy maslahatchiga murojaat qiling. Agar sizga qarshi tergov boshlanganini, hisobingiz muzlatilganini yoki shaxsiy ma'lumotlaringizga tajovuz bo'lganini sezsangiz, darhol malakali yuristga murojaat qiling. Raqamli huquq sohasida tajribaga ega bo'lgan advokat sizga eng yaxshi maslahatni bera oladi. O'z bilganingizcha harakat qilish vaziyatni murakkablashtirishi mumkin. Sihhi. Mulkni diversifikatsiya qiling. Barcha raqamli aktivlaringizni bitta joyda, masalan bitta kripto birjasida, bitta bulut xizmatida saqlamang. Kriptovalyutalaringizning katta qismini ishonchli sovuq hamyonlarda, hardware wallets saqlashni odat qiling. Bu ularni onlayn hujumlar va birja bankrotliklaridan himoya qiladi. 7. Doimiy ravishda ma'lumotlardan xabardor bo'ling. Raqamli qonunchilik tez o'zgarib turadi. O'zbekiston va xalqaro miqyosdagi yangiliklarni kuzatib boring. Yangi qonunlar va nizomlar sizning raqamli aktivlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, doimiy yangiliklardan xabardor bo'ling. 8. Kriptovalyuta bilan ishlashda qo'shimcha choralar. KYC mijozingizni biling va AML pul yuvishga qarshi kurash siyosatiga rioya qiling. Ro'yxatdan o'tgan, litsenziyalangan kripto birjalardan foydalaning va o'z ma'lumotlaringizni to'liq taqdim eting. Bu sizning tranzaksiyalaringizni shaffofroq qiladi va noqonuniy faoliyatga aloqadorlik gumonini kamaytiradi. Katta miqdordagi kriptovalyuta uchun cold walletlardan foydalaning. Bu hamyonlar internetga ulanmagan bo'ladi va bu bilan ularning xavfsizligi maksimal darajada ta'minlanadi. 9. Domen nomlari va intellektual mulk uchun. Domen nomingizni o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazing va unga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni saqlang. O'z intellektual mulkingizni, kontent, dizaynlar rasman ro'yxatdan o'tkazishni o'rganing va ularning huquqiy himoyasi haqida ma'lumotga ega bo'ling. Xulosa va yakuniy chorlov. Hurmatli do'stlar, bugun biz raqamli konfiskatsiya degan jiddiy mavzuni atroflicha ko'rib chiqdik. Ko'rganingizdek, bu tushuncha nafaqat yuqori texnologiyalar bilan shug'ullanuvchilar uchun, balki har birimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Raqamli asrning qulayliklari bilan birga, u o'zining yangi xavf-xatarlarini ham olib keladi. Va bu xavflarga qarshi turish uchun biz oldindan tayyor bo'lishimiz shart. O'zingizni va mol-mulkingizni himoya qilish uchun yuqorida keltirilgan maslahatlarga amal qiling. Esda tuting, bilim va ehtiyotkorlik bu sizning eng yaxshi himoyangizdir. Bu mavzu bo'yicha sizning fikrlaringiz biz uchun juda qimmatli. Kommentariyalarda o'z tajribangizni, savollaringizni va qanday choralarni ko'rayotganingizni yozib qoldiring. Bu orqali biz bir-birimizdan o'rganamiz va yanada xavfsiz raqamli kelajakni birgalikda quramiz. Videoga like bosishni
va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda hali ko'plab foydali ma'lumotlar bor. E'tiboringiz uchun rahmat.